Salam qadrli ko'rgan do'stlar, ko'rayotganinglar, sizlar yaxshi ko'radigan elchi programmasi. Programmamizni biz yanıla Turpanda suratga ilyapmiz. Programmamızın tacidarlığını özgüç tem tetitqulları bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Çoğustam Yemeklik İşlep Çıkarış Çekiliş Şirketi öz üstüge algan. Çaç asraş, çaş yüz mahsulotları içinde izchil başlamchi korxona hem Bayraktar Karxana bo'lib kelayotgan Şinjan Al-Xumar Mablag' Selish Çekilish Şirketi programmamizni alohida talab qilgan. Şinjan Pasil Xalqaro savdo Çekilish Şirketi programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Programmamizni Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Çekilish Şirketi ajri bilan ishlagan. Programmamizni har vaqt kamera apchiqi orqali ko'ra olasizlar. Undaq bo'lsa, sizlar yaxshi ko'radigan programmamizga husn qo'shgan ustozlarni tanishtirib o'tay. Sübiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi pishqan tajribali qobil advokat Abdunum rayonlik ayollar birlashmasining mutaxassislar ambirga tizimli kirgizilgan mutaxassis Fatigul Abduqadir. Qarshilaymiz Fatigulada. Elchi programmamiz taraqqiy qilib 1 yillik musofani tamomlab, har qaysi rayonlarga atlangan tunji bekat Turpanga kelib to'xtagan damlarimizda Turpan suratga ilinayotgan elchi sahnasida bizga hamroh bo'layotgan san'atkorimiz, yetakchi o'qituvchi Sami Osman. Samiga qarshilaymiz. Psixika maslahatchisi, sirdishimiz, mungdishimiz Ali muallim. Qarshilaymiz Ali. Sahna tayinda o'tirayotgan 20 nafar qizdan kimlar bugungi sahnaga chiqa? Qani, 1-numurliq mehmon yigitni sahnada saqlaymiz. Salam ustozlar. Bo'ldimi? Rahmat. Bundaqda musha qizlar sahnaga chiqqandan keyin ko'ngilli paranglashishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizga. Qani qizlar, sahnaga marhamat. Tetit sohasidagi sarka mahsulot cho'ng ustam tam tetitqulari shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan cho'ng ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dona mashina mukofotini aqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elchi programmamizni chach asrash yuyish mahsulotlari jihatdagi Bayraktar Karxana Şinjan Al-Xumar Mablag' Selish Çekilish Şirketi alohida talab qilgan. Şinjan Pasil Xalqaro savdo Çekilish Şirketi yaqindan yordamda bo'lgan. Qani, Cho'ng ustamning samovar cho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh o'xshab qolsin. Vah, haqiqatan bek o'xshabdi. Ta'mi o'zgacha, yemak-ichmak odatimizga moslashgan, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu Cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anlasam Cho'ng ustam tetib qo'llardan mashina oltin uzuk degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shuni men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng ustamdan sizga omad kelgisi kelsa, mana shunday oddiy ish. Xaltining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakratli chiqadi. Voh, qaranglar rostila. Rostkan bu. Bizni hech baqayli. Ha, mashina. Biraz maşin çıktı. Cho'ng ustam tetit qo'llarining she'rin lazzatidan nozirlangach, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib oling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim Cho'ng ustamdan katta omad bor. Cho'ng ustam samovar tetit qo'li. Cho'ng ustam. Mana dilbirim keldi. Qahvarang, romantika va hayotning go'zalligi va umid balqib turadi. Qizil rangda sho'qliq va qizg'in yoshlik sevgisi ayon. Dilbirim 5 xil ranglik chash bo'yiqi güzel yoshlikning rangdor chechaklaridir. Dilbirim. Qani qizlar, sahnaga marhamat. Xush kelibsizlar, chiroyli qizlar. Endi biz sizlarni alohida talab qilib, mush suratdagi qizlar chiqsin degan yigit bilan tanishib chiqamiz. Yaxshimsizlar. Elchi programmasidagi go'zal qizlar. Men Yasinjon Mo'min. Men bu yil 32 yoshga kirdim. Yurtum Turpan shahar Aydinko'l bozoridan. O'zim baxmachilik, dehqonchilik kasbi bilan shug'ullanaman. Odatda oddiy sodliqni tirishishni yaxshi ko'raman. Bugun elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, mangulik hamrohim bilan tanishish. Kishilik hayot nurg'un aygir to'qayliq to'lgan bo'ldi ekan. Nurg'un orzu armonlar bilan 2018-yilda to'y qilib,
Bir yılga yetmеген vaqtda mijozimiz kelishmaslik sababi bilan ajrashib ketdim. Men shundan buyon men bilan o'rtaq orzudagi birini uchratish
Şundaq eşi çoğulup kaldı. Üzlenmemiş o, bussamış o. Yasincan. Çıraqni besibet. Naydi suyumlik bir ko'rinishni qalbinglar xatirlab oldinglarmi? Rahmat Gulnigar. Sizning ochiq fikrlik, dadil tarafingizdan bak suyundiq. Mana Yasinjanmi oxirida Turpanni qilib qilish istigi bilan, Turpanni taraqqiy qilish istigi bilan Bizning kichigi ham cho'nglarga oldin xabar ilish yusidan mushu qizni rad qildim. Bu qizning menga o'xshash texmi yaxshi bir yigitni uchishini, baxtli bo'lishini umid qilaman. Kamtar oddiy dehqon yigiti Yasinjan sahnimizdan ayrildi. Lekin Yasinjan xo'shal holatda ayrildi. Chunki men o'zimni ozroq kamsitdim, o'zimga ishonmaydim deb turayotgan holatda o'qituvchi, ma'rifchi oilasidan kelib chiqqan bir suyumlik qiz dadillik bilan Yasinjanning ortiqchiligini o'ziga deb beradi. Amaliyotda biz hayotlikda mana shunday energiyalar bilan o'zimizning xo'shalligini texmo yuqori ko'tara oladiganmiz. Qizlarningki yigitlarga energiya berib turayotganiga rahmat. Qani naqshanglayli, marhamat. Yarım sen qayda, yulduzdumu ya ayda. Yarım sen qayda, yulduzdumu ya ayda. Tulunayga qarayman, seni sevgan çağda. 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 Yarım sen qayda, keşti qarayman ayga. Yarım sen qayda, keşti qarayman ayga. Yarlı ayda körgendi, meni qo'yding ataqda. 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 Yarım sen qayda, sen esimde her cayda. Yarım sen qayda, sen esimde her cayda. Mundaş qilib bo'larmi, kak sayrigan chaqda. Mundaş qilib bo'larmi, kak sayrigan chaqda. Mundaş qilib bo'larmi, kak sayrigan chaqda. Mundaş qilib bo'larmi,
Endi biz ikkinchi bosqichga o'tdik. Ikkinchi mehmon kim? Ikkinchi mehmon qaysi qizlar bilan naq maydonda suhbat o'tkazishni xohlaydi? Qani, marhamat. Gülginazım, Gülginaz, hem rahim sen kış hem yaz. Şundaq, seni her vakit mehrim bilen eski alımen. Vücudum paklıkın, ahlıkın bilen huzurlanıdı. Sappaqtıdan pütülgen cismin, ayallık latabitimge hüsün koşup, sağlam ve güzel turmuşqa boğan işençimle aşırıdı. Pakizliğinin içige menin güzel yaşlığım, ayallık cezbudarlığım yoşurungan. Sen bilen menzillerim güzeldir, ey Gülginaz tazlık kağızı. Gülginaz tabi sappaqtılık tazlık kağızı. Voy, nim bo'ldi ya? Voyjon, qachon o'qitlaman shu mashqa o'tqalashdan. Ey, oldin qitim ma bizning qo'shnilar ko'mir qalab isab qo'yg'il tasliq qilibdi. Shuningdan beri ansirab jo'ratdim. Ma sho'xlarning sanshi markalik asmashlar chiqibdi. Ham muhit qo'g'daydi, ham aptika, ham shunda issiq turdi. Shu birini apli keldim, sen japa tatib ketdi deb. Uning ustiga voy, ey, chiranglar nima ketsalar? Chiranglar meni esitaylar. Kamera kino apchiqidan nodir mazmunlarni ko'rib, telefonning beshingizni ko'taramaganda kutilmagan ishlarga uchraysiz. Tavsiyamiz atrofingizga obdan qarang. Bo'lmasa uqishmaslik tufayli boshqalarga avorchilik deysiz. Komediya shu chaqda boshlandi. Kamera kino apchiqi. Ustozlar yaxshimi? Yaxshimi? Sahne kayında o'ltirayotgan 20 nafar qizdan kimlar bugungi sahnaga chiqa? O'zingiz suhbat o'tkazishni xohlaydigan qiz oldin 10 nafarni tanlang. Sal tez bo'ling. Bo'ldimi? Rahmat. Biz yili ko'rishaylik. Bo'ldi. Qani qizlar, sahnamizdan o'rin olinglar. Qani qizlar, sizlarni rasmlarni chekib tanlagan yigitni ko'ngillar bahaqchan. Kimdi, nima ish qildigandi, nerdan kelgandi? Qani ekran qaranglar. Yaxshimi ekran oldidagi ko'rarmanlar, elchi programmasidagi go'zal qizlar. Men Mardan To'rg'un Atish diyardan bo'laman. Bu yil 25 yoshga kirdim. Xarakterim ochiq yo'riq, aqko'ngil samimiy. Birisi bilan asallom chiqish bitalayman. Men puling menga yetkicha do'sting menga yetsin degan shu so'zlarni intayin yaxshi ko'raman. Uningdan boshqa er kishiga ming xil hunar ozdiq qildi degan shu so'zlarimni intayin yaxshi ko'raman. Uningdan boshqa er kishiga ming xil hunar ozdiq qildi degan ideyani turkisida har xil kasblarni tirishib o'rganyapman. Bugun elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, samimiy bir qiz bilan tanishish uchun elchi programmasiga keldim. Mardan, sahnamizga marhamat. Qanday yaxshimi? Yaxshi, o'zingizchi? O'zim artishdim. Ha. Ismim Mardan. Atish. Nereden? Atish Suntaqdan. Suntaqdan. Alishkanlar. Uyinglarning araligi qandaqdi? Yaqin. 25 kilometr kelay yomonkas. 25 kilometr xeyli yo'q. Ammo atish cho'mdalqi ustuna tush, ostuna tush deydi ekan, men cho'ng o'g'andan tatib shu gapni anglatdim. Endi o'zim ostuna tush Suntaq kechingiz-da. Ha. Endi bir jut desak bo'ldi, atish tayyor bo'lgandik cho'mda. Shuningda 50 jakam hamda shu ustuna tushdan hamda menda aytgan. Men anglashimcha. İlijakam. Atışçı gap qilayamda, qanday qilib atishlik kelmayamdi shu. Men opam taraf asna tushdan, dadam usna tushdan. Sen cho'qim dadamning tuqqanlariga uchrab qopsan. Ular meni usna tushlik deydi. Opamning tuqqanlariga uchrab qolgan bo'lsang, voy asna tushlik deydi. Men ham shunda oldim hamda, lekin endi o'zim xushchaqchaq, o'zim mandalaqi sho'xraq ham mandalaqi qusqimda gap yotmaychi, tuzdan qanday gap bo'lsa o'zim davraman. Yo'q boshqalarda gap yasab. Ha. Hali qanday qilishga to'g'ri. Avar bo'lishni xohlamayman daga. Ha. Gapkasi qusqimda gapni dapli yutaman, bo'ldi jimni turib olaman. Mardni maydonda sinaymiz jimi? Yaxshilaysa, uyqung yaxshi demak. O'zim endi kasb tarafimda unaven. Unaven hamda shu suganchilik deraza, inekchilik ham shu pushugan ayda unaven hamda atish dukkanim bor, o'zim 12 yillik unaven. 14 yoshimda unaychidim. Hamda kichkimdan shunda Japon mushaqqatda unani 5 yil ugunib, mush kasbdan taraqqiy qilish uchun tirashyapman hamda lekin yana bu 5-6 una hamda
Laqi oğun balığı 72 kilona az keledi dep hem de şu kesipni tekidimmi jiqaytib bilim egellatim hem de. Hazırki kesiptal ilgirlatqınım qaso degende sanat. Üzemninki tuğumu qabiliyetim var manda aytqanda şu sanatda. Naqshu qo'sh, meyli usul o'ynash, meyli şu it o'tishlash. Azroq rol oldigan shildan azroq talentim bor. Shundami? Ha. Hamda üzəngilmiş xalistanlarım demiş atışçıyam bir kuplet naqshu qilib qo'ysam hamda. Sen atışta men Ürümçide oynayman Şeyde dep tolayman Kiche gündüz jamalını seğinep Yayırım şeyde İsminizni naqsha qilib tolayman Hozirgi nishonim ham mushu dudqa tambur ravab milliy chalg'ilarni ham yasashni o'rganyapman. O'zim munoyim bo'lg'achqa, eng avval yasashni o'rganib, ana yog'idan chelishni o'rganmoqchi. Ham mushni ham da 1 yilda tamomlamoqchi. Ham mush kelar yil ham da 2022 ga ham o'zimningki 10 pada, o'zimning 4-5 naqshillarim bor, sho'xroq. Shu naqshlarni hammalarga sunsam, xalq sunsam. Oy, Mardni maydonda sina deganimga yaxshi sinoqlarni o'tyapsiz-a, keling ha? Hamda qanday qilaman, o'zim shu ishtikildi yutaman dedim-ku, bayatdan birdamlik. Rostchangiz gap yotmadi ekan. Yana ishdan qilmoqchi bo'lyapsiz deb eqma. Hamda shu keyingi nishonim hamda kino ishlay. Kino ishlash deydigan bir nishon bor o'zimda shu. Xotin ilishdim degan desam kino ishlash deydigan. Nihoya kammatda. Yo'q, u manda siz degan savolingiz hamda mushak kelib qoldi hamda. U ish qo'mda. To'g'rimi ya? Har qanday bir hamdilki kinolardan bakan qo'ymasan, chuqum bir oyg'idilam chuqumni bir shoka bilan bir muhabbet chiqdi ekan qo'ymasan. Shu qatorliq jangda yengib, shu qatorliq qut qozongan boylaningmi chuqum bir oyog'ida bir muhabbet bo'ldi ekan. Shuningdek mening bir bado deb yashadim hamda. Shu vaqtga shu qanday kino ishlaysiz? Rol olamsiz, kino ishlamsiz. Kino ishlayman, rol olish degan gap epizodlarni ishlay olaman demak. Yo'q, kinoni rejissor bo'lib, bunda film ishlovchi bo'lib ishlaysiz. Uni qila olayman. Rolga chiqamsiz. Rolga chiqaman, shuni qilmoqchi. Orzularim jiq, lekin eng avval meni bayatni degan gapim. Hozir hamda o'nagini o'taman, texnik egallatman, boshqalardagi hamdaligi. Boshqa ustozlardan masalan ta'lim olib hamda, misol qilsam hamda Elija akamdan bir ta'lim olib menda. Ustoz stop hamda. Hamda mendan qandaylikim bo'lsa cho'ng bizning Japon mashaqqatini beshidan issiq sovuqni o'tkazgandik-a, menga hamda Sefkam mana bunda qilsang bo'ldi, yo ananda qilsang bo'ldi deb hamda menga ta'lim berib, texidan ham bir san'atchilash nishon bo'lgandiki, cho'qim bir san'atkor qilsa deydigan bir orzu, istaklarmi bor. Sizga o'xshash o'zining aktyorlik kasbini yaxshi ko'radigan yana bir sonimiz bor, marhaba. Chiqing, marhaba. Mardni maydonda sinaymiz bugun. Mardan aktyorlikda aloyidligim bor dedi, naq maydonda sinaylik. İşkanlar, ata-onanglarning tunishtirishi bilan o'ylanish xiti olmoqchi bo'lib qoldinglar. Bu ishkanlarning faqat ikkinchi qitim yuz ko'rishi. Hozir o'ylanish xitini olmoqchisizlar. Mushu yo'ldagi paranglarni bir qilib beqinglar, qani anglab baqaylik. Biz qanday ne ko'rib to'y qila olamiz? Eng avval hamda taom debdikim. Eng avval qusaqqa birini yeylan. Onun yağısında sırtlarga chiqib, chiroyli kiyimlardan biraqur elib, yomon bo'lmasam ota-onangizga biraqur, o'zimizning mening ota-onamga ham japa chiqib, shunchalik xato qo'shgan. Ota-onamga ham shunda biraqur kiyimni elib, ularning ko'nglini, ularning yaxshi tilaklarini elib, hamda keyingi turmushimizni ham baxtli, xushalxo'ram o'tkazsak deb orzuyim bor. Hamda siz qanday qaraysiz-ki hamda? Unda o'ztih yaxshi bo'ldi. Ondan kiyim-kechak apoga shaqachon oltin uzuklarni unutib. Bo'ldi, chatoq yo'q hamda. Nim desangiz ko'nglingizga boqaman hamda sizning ko'nglingiz oltin zibzinna to'lamdi, mayli kiyim-kechak olsun, mayli sayohat olsun. Nim desangiz shu men hamda siz bilan o'taman. Bundan keyingi hayot yo'lamni, bundan keyingi davomlashtirgan shu yo'lamni siz bilan o'taman. Siz nim desangiz shu. Siz nim degan Mard. Bunda Mardkingizni o'ylab boqmabdi ekanman. Hamda ismim Mardan, hamda Mardan degan ismninki hamda shunchalik hamdaligi men deb qarayman-chu hamda ota-onam hamda menaligi
Atayın merdanda qo'yib ketgan mard, sehi, merdane, har qanday ishlagan merdanalarcha muomala qildigan. Ali atış ro'yiga tushdimi, tushmadimi? O anda acık pul kejlep etsen, canım fıkan bu tası bir yerlere kamlaşma otursun. Sen ikinci kettim kürşep, anda acık bizim ele etsen, üçüncü kettim kürşüdü aşıqıdı, dördüncü kettim kürşüdü aşıqıdı. Keyin ondan onu ahırı çıkıştırıp bulanmaysa. Ayolunuz yamanlab ketgan, anasını oydan eketmekçi. Anası yo'q fursatda uyning oldiga keldingiz. Anam kelsin, izzitim bilan ketaman deb turib oldi. Qanday ekitib beqaqini ha? Hamda xatolaşmaydigan inson yo'q. Hamda Bo'ldi qilan, o gaplaringizni qo'ying ha. Voyjon, o gapni men to'langlab, onamning uyiga 100 qatim kelganman. Shunda bo'lsinmi, hamda xafa bo'lmang. Ham sizning oldingizdan noma'qul. Alama min koyni mangar deysen, hazır 10 yıldır kızım aldayım ben. Cümem soton keteylen hamda. Cümeymen. Hamda kilovatsa. Keşke jürüyveremdim ben, cümeymen. Voy, hamda bunda yamanlasan qayda qilamiz hamda? Hech bo'lmadi. Yamanlanishni siz qilgan bo'g'aydingiz? O'ynab kech-kechlab kirmaysiz, yo qaringiz yo'q, xotin nada, uy nada, uxmay. Hamda azmaydigan inson yo'q, qayda qilamiz hamda? Ham sen qanday qilib bire? Keşke cin şeytanının keyini jigenden yinip keldigan manda uyning nalgini topadigan akishdigan. Bo'ldi, ketmaysiz sizlar. Sening ras qayda qilmay hamda? Qayda qilsiz? Odatda yarışib qilishni dim qilsiz. Naq maydonda bir taraf qilmasam, keyin gap qo'ysam, nisi ulab qoladi. Shu vaqtda o'zim naq qilishim kerak. Naqdan asal chiqadi, nisidan kesal. Tugün konu xamanda sormazsız. Oldu qitim manda olgan deb. Yo'q, men hayotdan ag'rinmayman. Shunchalik hamda tinim salomatlan bo'lsa, men dedim-ku, tinim salomatli bo'lsa, arzu umidlarimni ashusam, o'zimning oilamni shu hayotimni davomlashtirib, hamma jihatdan tang elib mangsam hamda, jinimni yechishi hamda ilqi. Hamda yomon po'nitib, men anda qilyapman, manda qilyapman. Osmonda gapni qilmay, jinimni yechishi, saviyarimni yetish qilsam bo'ldi. İkimiz yurduq deyli. Men ata-onamni qayil qildim, men bu yigit bilan yurman. Yurib bir mezgil bo'lgandan keyin to'yimni qilma deb. Mening uyimdagilar qo'shildi. Ham sizni ham shunday yoqtirdi. Sizning uyingizdagilar yo'q, bu qizlar bilan yurmaysa, biz appamaymiz o qizlarni deb qolsa, siz buni qanday bir taraf qilsiz? Siliq gap toshni yardi, yomon gap boshni yardi deb, men yana ota-onamga yumshoq gap qilamda. Ota-onam meni beqib cho'ng qildi. Qandaylikin bo'lsam men, ota-onam meni beqib cho'ng qilgan ekan, men qanday bo'lsam ota-onam shunda. Shuning uchun ota-onamni qulamdan kelishsa ham yaxshi gaplarni qilib chiqim qayil qilishga 100% tirishiman. Ali Merdanning 50% dasmisi ama söz maharati ekanchimi? Shunda. Hamda ishchilik yaş bir hareketchan energiyada so'zlashkimi, ashunda ochiq bir o'tba. Bir o'tba. Shu o'tni so'zida ifodalab bera olayotdi yaxshi yeri. Bu o'tba, bu bala jiq muhabbetlashmagan bala bu. Bundaş aytganda ro'y bir xil urg'ib turadigan bir narsa aytcho. Kögen ügünmen deb turgan, kögen alım, kögen julub tatıma, iftiqazniman deb turgan bir ot aletden. Şon sen hazır qaldığında toy qilsan olmaydı. Rahmet. Sen muhabbetleşsen bo'ldi. Toy qilsan bo'lmaydi deydi, rahmat deydi bu. To'g'ri gap qildi. Nimishqa degan chaqda? Men dedim-ku bayatdan kinolardimi natija yaratmay turib, odamning chin sevgisi bo'lmaydi. To'g'rimi ya? Bu natija yoritib bo'lib, uning yog'izi endi hammasini yaxshi ko'rdimda, bir yerga endin bosam bo'ldi. Ham uning ustiga endin pulni natija degan gap pul. Şu anda hazır toy qilsa. Alining darsining davomini men o'tib berdi bu. Hamda Eli Jakamning degan gapining asosi hamda o'tva degani raz. Minut hamda o'zim ismim Mardan bo'lgan bilan meni taxallusim O'tyurek Shaka. Keyin kino ishlayman dedim. Ham mening kinosimning birinchisi O'tyurek Shaka. Hindistonlik emas, Shinjonlik O'tyurek Shaka degan bir filmni ishlash orzuyim bor.
Ot yürek merdan demek, ot yürek şaka dep işleymiz hem de. Ot yürek şaka degan gap hem de. Ya chiroyi azroq o'xshaydi ashtam. Hem de sırlıkin yüzağlı markibasanlı bulduk o manda aytganda, doğru mu ya? Şinjanlık ot yürek şakanın filmiga men birinci numar tushidi ekan. Qanda degan chaqda bayotim men bilan qo'rqmay, chabdastlik bilan rolni olardi. Bir narsa e'tirof qilsaq, men qizning rol ilishimisi seninkidan jiq ustunki. O qiz cho'kalaydi ekan bir narsaga. Senda ham aktyor bo'lish orzusi bor. Iqtidor sal kam. Ammo iqtidor kam bo'lgan bilan o't bormasmi? O't bo'lgandan keyin pishidi. O'tli bo'lsa, endi yetildirib oldi iqtidorni. Shunga birinchi numurliq mayirlar. Kino ishliga ish. Gap qilmasam rol mu tanlaydi? Artist tanlaydi, loyiq tanlaymiz, ha. Mekelang. Hamda qo'zig'ida gap yetmaydigan otishliq ot yurak shaka tanlagan qizning suratini biz ekrandan ko'ramiz. Mana artistnimi shu qizga tanlabsiz? Loyiqnimi? Mush qiz ko'zamga chiroyli ko'rindi degan-kin. Hamda qizlar ko'nglinglarninki arzuyinglarning yo'nalishi bo'yicha saqlab qolsanglar bo'ldi, o'chirib olsanglar bo'ldi. Qani, mardonni bir aqir tushungan bo'ldinglar. Ko'nglinglarninki arzuyinglarning yo'nalishi bo'yicha saqlab qolsanglar bo'ldi, o'chirib olsanglar bo'ldi. Qani, mardonni bir aqir tushungan bo'ldinglar. Marda uyda necha bolasiz? Biz uyda 5 bola. 5 bolama. Voy, o'nchiroqning hammasi o'chib ketdi-ku. 3 kiz kelgan bo'lsa 3 kunda qanday qilamiz ham uning. Bo'pti. Abay o'zingizmi rahmatli da'vatdingiz. To'yga oldirmaymiz, shundaq-ku hozircha. Hamda yaxshi yo'ldan ustoz ko'z tavaslam ham. Fatigilada ota-ona baldur tugab ketibdi, lekin ularning hog'ich qarzi bor ekan. Hamda ular o'lib ketgandan keyin ularning varisi bo'lgan farzandlari cho'qim ularning hayot vaqtidagi qarzini to'lish kerakmi? Devletimiz Əxtilaf Qanun Dəsturunun 1161-ci maddəsində varislar erişkən mirasның əməli qiyməti dairəsində miras qaldırıcının qanun boyunca tapşırılışlik baj və qərzini төлəydi. Mirasның əməli qiymətindən eşib ketgan qismini varis töləşni ixtiyar qılsa, bunun çəkləməsiga uçurmaydı. Varis qilishdan vaz ketsə, miras qaldırıcının qanun boyunca töləşki tegishlik beji və qərzini töləş məcburiyyətini üstüge almaydı dep belgilengen. Bugünkü bizni bək xoş qıldınız. Ussuzluqni unutduq, arğınlıqni unutduq. Xoş bolduq. Rahmat Merdan, sizninki arzularınızdan patraq əməlge işini, etməkçi bolğan naxışlarınızı iştigrək çalğılaşdırıb, səhni ekranlarda etib bizge sunuşunuzni ümid qılımız. Bəxtinizni mi, kəsbinizni tərəqqi qıldırğaç tapa alaysınız. Biz onun şəksiz işinimiz. Sırtdan tapamısınız elçik kelang. Biz yana qarşı alımız. Merdanjanniki arzusi çoğun, nişanı eniq bal ekan. Tirishqin yaşıvan ekan. Rahmet. Amad sana yar bolsun. Rahmet. Rahmet Merdan. Hayramsa. Xoş. İşləriniz yaxşı bolsun, xoş. Bay bay. Bugün elçi programımıza çıkıp şunçarak hoş oldum. Şunçarak ko'nglimdagi gaplarimni deb, ustozlarninki yaxshi shu gaplarini anglab, shunchalik xushal. Gerçi qizlar ham chiroqni o'chirayotgan bo'lsa-mu, lekin mening arzuyim bo'lganligi uchun balkim ularni menga bir fursat bergan bo'lishi mumkin. Kelar yili shunday vaqtda bir ko'rishsak. Rahmat. Biz ot yurak Merdan Şakani uzatdik. Şaka Merdamiya. İş qilib bizni xoş qildi. Bizga unutilmas asliklarni qo'yib qo'yib chiqib ketdi. Balkim Merdan mushu ot yurak qizg'inligida yana bir qitim sahnamizga chiqib kelishi mumkin. Biz uni kutamiz. Agar sirtda baxtini topsa, albatta hammamiz birlikda baxt, xo'shallikning yor bo'lishini umid qilamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz vaqt munosabati bilan oxirlashib turibdi. Esinglarda bo'lsin, bizni qo'llagan har jihatdan programmamizning taraqqiyoti uchun tik turayotgan korxona ham korxonchilar bor. Ular bo'lsa-mu programmamizning tajdorligini olgan, o'zgacha tantit huquqlari bilan xaridorlarning oldini tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Cho'ngustan yemaklik ishlab chiqarish shirkati programmamizning tajdorligini olgan. Programmamizni
çaç asrash, çaç yuyish mahsulotlari sohasidagi izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Şinjan Al-Xumar mablag' silish cheklik shirkati alohida talab qilgan Şinjan Fasil Xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Programmamizni Şinjan Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati ajri bilan ishlagan. Programmamizni kamera appchig'i orqali har vaqt ko'ra olasizlar, do'stlaringizga ham bahrlab bera olasizlar. Undaqda sizlarga Şinjan Bergnas Xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan sovg'atlarni taqdim etamiz. Qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, bizning safarimiz davomlashyapti. Biz muhabbatga at soldik. Muhabbat yo'lidagi karvon biz. Muhabbat yo'lidagi elchilar biz. Kelar hafta dal vaqtida biz bilan ko'rishni unutib